Xitoy Hindistonga og'ir tahdid soldi. Xitoy armiyasi Hindiston chegarasidagi jiddiyliklarni texmi yuqori pallaga chiqardi. NTV to'rining 24-iyul kuni bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy mudofaa ministrligi bayonotchisi Wu Qian muxbirlarga bergan bayonotida Hindistonga chegara buzg'unchiliklarni darhol to'xtatish to'g'risida ogohlantirish berganligini bildirgan. U so'zida bir tag'in titritish mumkin, ammo Xitoy ozodlik armiyasini titritish to'limi qiyin degan iboralarni qo'llanish bilan birga Xitoyning egilik huquqini qo'g'dash uchun harbiy kuchini barg'ansi kuchaytirganlik va diqqatini Hindiston chegarasidagi texnika va harbiy mashqlarni texmi kuchaytirishga qaratadiganligini, shunlashqa Hindistonning talay sinab boqmasligi va real bo'lmagan xiyollarga aldanmasligi lozimligini ta'kidlagan. U yana Hindiston doiralariga elayotgan xato qadamidan darhol qaytish kerakligini bildirib, ikki davlat orasidagi chegara bexatarlikni qo'g'dash uchun ig'vogarchiliklarni darhol oxirlashtirish lozimligi haqida to'xtalgan. Xitoy doiralari o'tgan oyda Hindiston chegara bexatarlik kuchlarining chegarada parakandachilik qilib, Xitoyning Donlan rayonidagi yo'l qurilishini to'siqqa o'rnaganligini ilgari surgan. Hamda Xitoy tashqi ishlar ministrligi Hindiston askarlarini chegaradan orqaga qaytib ketish to'g'risida ko'p qitim ogohlantirgan edi. Ko'p qitim ogohlantirgan bo'lsa-mu, ammo Hindiston armiyasining bu xatoliklarni to'xtamay sodir qilayotganligini bildirgan edi. Xitoy va Hindiston orasidagi 3500 kilometrlik chegara liniyasining ko'p qism rayonida egilik huquq talash-tarishi to'xtamay davomlashib kelmoqda. Hatto ba'zida qurolliq to'qnashuvlarga sabab bo'lmoqda.